Ramazoning muqaddas oyida sen bizning qalb ko'zimizni o'ring. Payg'ambarlar risolatining davomchisi, muqaddas kitobning qo'riqchisi. Qalb va vijdonlarni tinchlantiruvchi, ilahiy yo'lda mustahkam turishga da'vat etuvchi. Biz g'am chekayotganimiz yo'q, chunki sen uni huzuringga chorlagansan ey Rabbi. Ammo endi biz kim bilan yolg'izlikda iztirob chekib qolamiz. Zolim va shafqatsiz tiranlarga qarshi butun yer yuzini egallamoqchi bo'lgan och ko'zlarga qarshi. Allah'ım ya ilahana, الصلاة والسلام على النبي والعلماء والأولياء الذين سبقونا. ثبتنا على طريقك واجعل عيون قلوبنا أتي اخترتها